Ich. Kattasini ko'rdingmi? Menimcha ha. Lekin Bu xo'p. Demak, goblinlar o'zini himoya qilish uchun Daydani chaqirishdi. Men goblinlarni o'ldirishga boraman. Nima qilasan? siz bilan birga boraman. Nima qila olasan? Menda ilohiy nur tiklanish. Soni. Attiga 3 marta. Lekin 2 ta qoldi. Yaxshi. Siz nima qilyapsiz? O'zimizni hidimizni ketkizishimiz kerak. Qonni hidiga o'rgan. Xo'p. 8, 9. Bu qilich g'orda urish uchun ustunlik qiladi. Qanaqasiga bunaqa bo'ldi? Goblinlar to'dasi orqalidan kelib qoldimi? Lekin biz bu yoqqa kelayotganimizda Qop-qorong'i g'orda faqatgina mash'al yorug'lik beradi. Shuning uchun atrofingga va orqangga qarashni unutaverasan. Lekin nafaqat bunga ahamiyat berish kerak. Yengillar ko'pincha shuni xato qilishadi. Gap eshit. Goblinlar ahmoqlar, lekin jinnilar emas. Bu to'dani shaman boshqaradi. shaman Sehrgar va goblinlarning sardori. Sizlar nechta edinglar? umumiy 4 ta. Oxirgisi qizmidi. Uni ichkariga tortib ketishibdi. Uni qutqarishimiz kerak. O'ninchisi. Siz qorong'ulikda ko'ra olasizmi? Yo'q, albatta. Bu tajriba. Tomog'i bilan taxminan mashnaqa balandlikda. Tajriba? Qanaqa? Katta. Qilichchi. Qotib qolgan qon uchun befoyda. U qarab turuvchi. Mana bu yo'l bizani ularga olib chiqadi. Ketdi. Ha, xo'p. Ilohiy nurni o'qishni boshla. U tugashi bilan tashqariga qarab qoch. Xo'p. Ketdi. O mehribon yer, o'zingni pok nuringni ber bizga. Qorong'uda qolib ketgan bolalaringga ilohiy nur. O'zda goblinlar, bitta xo'p va bitta shaman. Umumiy jami 8 ta. Qoch. Xo'p. Sehrini ishlat. O mehribon ona yer, iltimos o'zing nuringni bizga ber, bizga. Qorong'uda yo'qolib qolgan bolalaringga. O'nba. Qolganlar yugurishyapti va sehrim boshqa qolmadi. Men bilaman. Alvido. O'n ikkinchisi, 13-si. Bu nima edi? Alximikdan sotolgan yonadigan suv. Qimmat va unchalik kuchli emas. Lekin ichkarida axir o'g'irlangan qizlar bor-ku. Ikkita dona o'liklardan olov uzoqqa tarqalmaydi. Qizlar o'lishmaydi. Yana o'sha yoqqa borasizmi? Yo'q. Ko'rishimcha, ular o'zligi tuzoqqa tushishni bilishmagan.
Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Demak, men o'ylaganimdek 18. Goblinlar sardori juda qattiq. Nima u? Bolachalar, Goblinlar juda tez ko'payishadi. Agar kechroq kelganinglarda, sizlarga qarshi taxminan 50 tacha goblinlar kelishardi. Sana ummating keldi. ularni o'ldirasizmi? Albatta. Ular hech qachon esdan chiqarishmaydi. Hamda tirik qolgan goblinlar o'rganib, tajribaliroq bo'lishadi. Ularni tirik qoldirish uchun bitta ham sabab yo'q. Agar ularning orasida yaxshi goblinlar bo'lsa-chi? Yaxshi goblinlar. Agar yaxshilab qidirsang topishing mumkin, lekin yaxshi goblin har doim odamlardan uzoqroq yuradi. Umumiy 22. Odamlar aytishi bo'yicha bunaqa narsa oddiy holat. Goblinlar juda ko'p oddiy odamlarga hujum qilish ekan va qizlarni o'g'irlab ketishadi. Yangi sarguzasht qidiruvchilar goblinlarni yo'q qo'raman deb ko'plar o'lib ketishadi. Qutqarilgan qizlar umidsizlikka tushadi. Axir ularga juda ham azob berishgan. Shunaqa qilib ibodatxonaga ketishadi. O'zlarini do'stlarini o'limini ko'rgan sarguzashtchilar esa o'z uylariga qaytishadi. Bu dunyoda bunaqa narsalar juda ham oddiy holat. Lekin nahotki shumi haqiqat? Bilmayman ham. Men faqatgina ikkita narsani bilaman. Birinchisi, men hozircha sarguzashtchilikni tashlamayman. Ikkinchisi esa Assalomu alaykum, goblinlar qotili. Men siz aytganingizdek zirh sotib oldim. Zanjirli zirh. Tushunarli. Siz yana Goblinlarga qarshi borasanmi? ha, Telegramdagi Anni Bulatova kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Zebot, Tarjimon LD, Timing Shot. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat va albatta Telegramdagi Anni Bulatovaga kiringlar. Anni Bulatovada keyingi qism qachon chiqishini albatta bila olasiz. Axir bu animaning birinchi qismi. Albatta kiringlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.